Yolg'on ko'payib ketdi-da, ikkiyuzlamachilik ko'payib ketdi. O'zini manfaatini ko'zlash ko'payib ketdi-da odamlarda. Yonidigini o'ylash yo'q-da. Bir-biriga agar faqat bir qanaqadir manfaati bo'lmaguncha harakat qilmaydigan darajaga yetib qolishdi odamlar. Misol deylik, bir idoraga ish bilan borib qolsangiz, agar sizdan manfaat ko'rmasa borku, oddiy ikki og'iz maslahati bilan sizni ishingizni yengil qilib yuborishi mumkin. Shuni ham qizg'anadi. Qizg'anadi. Agar siz bir qarindoshi bo'lsangiz, yaqin tanishi bo'lsangiz, qanaqa manfaatdorlik joyingiz bo'lsa, sizga yo'l ham ko'rsatadi. Hamma narsani qiladi, kerak bo'lsa, ishingizni bitiradi. Shunaqa zamon bo'lib qoldi.